Onajonimlarni barmoq razmerlari katta uzuv topishga qiynalaman. Oka sizlarda katta uzuvlar bormi? Menga qanaqa uzuvlar tavsiya qila olasiz? Yosh katta onajonlarimizga barham joylarda ko'p modellarimiz mavjud. Hozir video davomida sizlarga bir ikkita variantda ko'rsatib o'tamiz. Birinchi modelimiz yosh katta onajonlarimiz uchun o'zgacha joziba bag'ishlaydigan, o'zligini yoshligiga to'g'ri keladigan chiroyli uzuvlarimizdan bittasi. Bu yana bitta modelimiz. Buni og'irligi 265. Bu polimerda o'sgani uchun ko'rinishiga nisbatan og'irligi yengilroq, bu ko'rinishi xuddi o'sha katta uzuvlarni bedini berib turadi. Buni e'tiboringizda yana keyingi modelimiz. Buni og'irligi 241. Bu ham yosh katta ayollarimizning o'rtasida juda ham talaba katta uzuvlarimizdan bittasi. Ustki qismlarida ogrankalari qo'llanishilmaydi. Ichlari ham setkali, buni ham taqqaningizda qo'lingizda udobli turadi. Bu keyingi modelimiz. Buni ham probalari 585 probada. Og'irligi 455 gram. Yani o'ziga xos chiroyi bor. Buni ham probasi 585 probada, og'irligi 282 gram. Bu uzuvlarimiz yosh katta onajonlarimiz uchun juda qulay. Buni og'irligi 413. Bular yosh katta onajonlarimiz uchun juda ham udobli. Ustida hech qanaqa tirnoqlari ortiqcha chiqib qolgan joylari yo'q. Ko'ylaklarning romonlari ilvonida. Ichki qismlari ham setkali qilib ishlangan. Barmoqlarning ustki qismini ham ishlatib tashlamaydi. Yana onajonligi modellarimiz juda ham ko'p. Do'konga kelib, bularni o'zingizlar tanlab ko'rib, o'zingizlarga ma'qul kelganini olib ketsanglar bo'ladi.